So'nggi yillarda firibgarlik jinoyatining umumiy jinoyatchilikdagi salmog'i ortib borayotganligi sababli Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi va uning hududiy bo'linmalarida xizmat olib borayotgan tergovchi va surishtiruvchilar tomonidan viloyatimiz bo'ylab jamoat joylarida, oliy ta'lim muassasalarida, bozorlarda hamda istirohat bog'larida fuqarolarning firibgarlik jinoyatining qurboniga aylanmasliklari uchun targ'ibot tadbirlari o'tkazib borilmoqda. Lekin shunga qaramasdan aksariyat hollarda aynan jabrlanuvchilarning soddaligi, ishonuvchanligi va beparvoligi natijasida mazkur jinoyatlar hali ham ko'plab sodir etib kelinmoqda. Firibgarlik jinoyati iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar jumlasiga kirib, Jinoyat kodeksining 168-moddasida mazkur jinoyatga ta'rif berilgan. Firibgarlik aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li orqali o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkka bo'lgan huquqini qo'lga kiritish demakdir. Firibgarlikning boshqa mulkiy jinoyatlardan farqi, firibgarlikda jabrlanganlar firibgarga mol-mulkka bo'lgan huquqini o'z xohishi bilan, o'z qo'llari bilan olib kelib beradi. Jabrlanganlarning aksariyati tezda boyib ketish, qonuniy yo'llar orqali erishishi mumkin bo'lgan maqsadlarga osonlik bilan erishishlari to'g'risidagi fikr ular mulklarni oson va o'ylamagan holda firibgar tasarrufiga o'tkazishlariga va natijada ular o'zlari emas, aynan firibgarlar oson yo'llar bilan daromad orttirishlariga yo'l ochib beradilar. Qolaversa, taraqqiyot yuksalgani sari firibgarlikning yangi turlari ham qayd etilmoqda. Axborot texnologiyalari, internet orqali amalga oshirilayotgan firibgarliklar ham ko'p uchrayapti. Sizning ishonchingizdan ayrim nopok shaxslar o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi va sizning mol-mulkingizga tajovuz qilishi mumkinligini doimo e'tiborga olishingizni so'raymiz. Firibgarlik jinoyati qurboni bo'lmasligingiz uchun o'zga shaxslarning turli yolg'on va'da va kafolatlarga ishonib qolmaslik, o'z pul mablag'laringiz va mulklaringizni boshqa shaxslarga topshirishda har taraflama chuqur xulosa qilgan holda ish ko'rishingizni, mazkur jinoyatdan himoyalanish birinchi navbatda o'zingizga bog'liq ekanligini unutmang.